إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloning madadini, qo'llashini so'ragan holda darsimizni boshlaymiz. Baraka nima? Hozirgi kunga kelib odamlarni juda ko'pi shikoyat qiladi. Vaqtini ozligidan, topgan tutgani yetmayotganidan, turmushiga, hech narsaga ulgurmayotganidan. Bormi? Eshitib qolamiz-a? Ota-onani ziyorat qilishga vaqti yo'q, ish ko'p. Sila rahimga vaqti yo'q, ish ko'p. Sog'ligini tartibga keltirishlikka vaqti yo'q, ish ko'p. Sport bilan shug'ullangani vaqti yo'q. Nimasi ko'p? Ish ko'p. Xullas, tanish manzarami? Biz o'zimiz ham shuda, to'g'rimi? Juma bo'ptimi deymiz. Juma ekanmi bugun deymiz. Yaxshi ham juma bor. Yaxshi ham juma borki, bir hafta o'tganligini sezamiz. Ba'zida bilasizlarmi? Bahor kelibdimi deysiz, bodomni gullaganini ko'rib. Qish kelibdimi deysiz, qor yoqqanini ko'rib. Kunlar shunaqa tez o'tib ketyapti, bebaraka o'tib ketyapti, hech narsaga ulgurmayapmiz. Ulgurmaydi. Hech narsaga. Vaholanki, deyarli hammamizning tayimizda mashina bor. Hammamizning qo'limizda telefon bor. Vaholanki avvalgilarni hammasini mashinasi bo'lmagan. Qo'lida umuman telefoni bo'lmagan. Piyoda yurgan deyarli. Lekin hamma narsaga ulgurgan. To'g'ri aytyapmanmi? To'y qilasiz, palonchi qolib ketibdi, ulgurmabman. Telefoni bor, mashinasi bor, ulgurmayapti aytgani. Otalarimiz, bobolarimiz piyoda yurib hamma qarindoshini aytishga ulgurgan. Avvalgi davrda otalarimiz nima qilgan? 6 ta 8 ta bolani bitta o'zi boqqan ishlar. O'sha 6 ta 8 ta bolasini uylagan, joylagan, ba'zilarini o'qitgan ham institutlarda. Ba'zilarini institutda o'qitgan ham. Bitta ota ishlagan. Hozirchi bitta oilada 4 ta 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik shuncha. Nima uchun biz shuncha imkoniyatimiz qo'limizda bor bo'lib turib, hech narsa yurmayapmiz? Bu birodarlar o'ylanadigan jiddiy va muhim savol. Javobi bizni juda ko'pchiligimizning hayotimizda baraka yo'q. Vaholanki har kuni barakani so'rab duo qilamiz. Ota-onamiz baraka tilab duo qiladi. O'zimiz baraka so'rab duo qilamiz. Bormi? Bu baraka so'rashimiz yaxshi narsa. Har bitta musulmon ilmiga, puliga, vaqtiga, oilasiga baraka so'rashligi kerak. Bu mahbub narsa. Ammo shu so'rayotgan narsamiz baraka o'zi nima ekanligini, barakani nima ekanligini bilamizmi? Baraka nima? Javob beringchi o'zingizga. Bilasizmi? Baraka hammaga kerak. Hammaga kerak. Hatto payg'ambarlar ham, anbiyolar ham Allohdan baraka so'rashgan. Muhammad alayhisalom ham baraka so'raganlar. Mana Ayyub alayhisalomning qissasiga murojaat qiling. 18 yil dard chekdi. Farzandlardan ajralgan edi undan avval. Moli dunyosidan ajralgan edi, sog'ligidan ajralgan edi. 18 yildan keyin Alloh taolo boyligini ham qaytarib berdi, sog'ligini ham qaytarib berdi, farzandlarini ham qaytarib berdi. Boyligini qaytarib berganida ustiga oltindan bo'lgan chigirtkalar uchib qo'ndi. Yog'ilib ketdi. Chigirtkalar qanaqa yog'lari ko'rasizlar. Oltindan bo'lgan. Shunda Ayyub alayhisalom etagini ochib olib, chekalarga tushib qolgan chigirtkalarni bitta-bitta terib qoldi. Shunda Alloh taolo: "Ey Ayyub, axir men seni bu narsadan behojat qilib qo'ymadimmi? Ya'ni shuncha bersam, terasam yana qolgan qutganini ham" deganida, "Ha, izzatingga qasam, Robbim, ha, behojat qilib qo'yding, ammo
barakangdan behojat emasman-da dedi. O'sha chigitkalarning qaysinisida baraka borligini Alloh biladi. Shuning uchun yig'yapti hammasini. Demak, baraka hammaga kerak. Boyga ham, kambag'alga ham, erkakka ham, ayolga ham, olimga ham, omiga ham. Baraka hammaga kerak. Baraka nima? Baraka o'sish va ziyoda bo'lish. Baraka yaxshilikning ko'pligi va uning davomiy bo'lishi. Kichkina narsaga baraka tushsa, uni katta qilib qo'yadi. Oz narsaga baraka tushsa, uni ko'paytirib qo'yadi. Ko'p narsaning ustiga baraka tushsa, baraka uni foydali qiladi, davomiy qiladi. Baraka bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning davomiy turishi. Mana birodarlar, barakaning nima ekanligiga salaf solihinlarning hayotidan misollar keltiramiz, osonroq tushunishimiz uchun. Ovqatdagi baraka. Handaq kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jobir ibn Abdullohning uyiga bordilar. Jobir ibn Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning och qolganligini, bir necha kun ovqatsiz yurganligini ko'rib, uyida 3-4 kishiga yetadigan ovqatni ayoliga tayyorlab turib, pishirib turdi, buyurib qo'yib, Rasulullohning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, bir 3 ta 4 ta o'zingiz xohlagan odamlar bilan birga bizning uyimizga boring ovqatga" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey qavm, Jobir bizni valimaga chaqiryapti, ketdik" dedilar. 300 ta odam keldi. Jobir roziyallohu anhu uyiga kelib, "Ey xotin, sho'rimizga sho'ra to'kildi. Rasululloh 300 ta odam yetalab kelyaptilar" dedi. Ayoli qarab turib, "Holatni bayon qildingizmi? Ozgina odamga yetadigan ovqatligini aytdingizmi?" "Ha, aytdim" deganida ayoli, "Unday bo'lsa xotirjam bo'ling" dedi. Rasululloh aytdilarmi? Demak, bir hikmati bor. 5 yoki 6 kishiga yetadigan ovqatni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 300 kishiga, ba'zi rivoyatlarda 1000 kishiga yetkazib berdilar. Tushunyapsizmi? 6 kishining ovqati 300 ta odamga yetyapti. Bu baraka deb tushuntiriladi. Moldagi baraka. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu Roma qudug'ini sotib olib musulmonlarga hadiya qildi. Pulga olib ichishar edi bu suvni avval. Bir yahudiyning qudug'i edi. Jayshul Usrani jihozladi. Usmon ibn Affonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosini olishlikka Alloh muvaffaq qildi, moli barakali bo'ldi. Moldagi baraka. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Jayshul Usrani jihozlashlikka molini yarmini olib keldi. Katta pul edi. Uyingizga bir narsa qoldirdingizmi Abdurrahmon deganida, "Yo Rasululloh, yarmi qoldi uyga" dedi. Rasululloh aytdilar, "Olib kelganingizga ham baraka bersin Alloh, qoldirib qo'yganingizga ham baraka bersin uyingizga." Nima bo'ldi? Shu duodan keyin dedi Abdurrahmon ibn Avf, "Kesakni jildirsam kumush topdim tagidan, toshni jildirsam tilla" dedi. Ya'ni bu majoz. Nimaga, qaysi tijoratga qo'l urmasin, ishi rivojlanaverdi, oqib kelaverdi dunyo. Nima bor edi molida? Baraka bor edi. Tushunyapsizmi? Biz olib qolganimizni foyda deymiz. Berganimizni zarar deymiz. Olib qolganimizni o'zimizniki deymiz. Berganimiz ketdi deymiz. Abdurrahmon ibn Avfni 700 ta tuyali karvoni Madinaga keldi. Sirat darslaridan eshitgansizlar. Sahobalarning hayotlari darslarida. Madina shovqin-suron bo'lib ketdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin. Oysha onamizga buni xabari keldi. Oysha onamiz shovqinni eshitib, "Nima bu shovqin?" deb so'raganida aytishdiki, Abdurrahmon ibn Avfni Shomdan kelgan karvoni shaharni to'ldirib tashadi. Rasulullohni Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlarni eshitganman dedi Oysha onamiz. Bu xabarni tezda yetkazishdi Abdurrahmon ibn Avfga. "Siz haqingizda Rasululloh manaqa degan ekanlar." U sahoba yurib yetib keldi Oysha onamiz oldiga. "Ya ummul mu'minin, Rasululloh shunaqa deganmidilar?" "Ha, Abdurrahmon ibn Avf jannatga emaklab kiradi deganlar."
Emaklab qolishimiz sababi shu boyligim bo'lsa kerak. Guvoh bo'ling, mana shu 700 ta tuya ustidagi yuklari bilan, tuyalari bilan Madina fuqarolariga mendan ihson dedi. Hammasini berib yubordi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Umrdagi baraka. Madinaning ansorlarning sayyidlaridan Sa'd ibn Muoz. Bu kishi 31 yoshga kirganida islomga kirdi. Vafot etganida 37 yoki 38 ga kirgan edi. Musulmon bo'lib 6 yoki 7 yilgina umr ko'rdi. Ammo shunday maqom, shunday bir martabaga erishdiki, u kishi vafot etganida Allohning arshi titradi. Islomda 6 yil, 7 yil yashadi. U kishi vafot etganda arsh u zotni kelishiga xursand bo'lib titradi. Albatta bu muborak hayot edi. Mana tug'ilganimizdan beri musulmonmiz, siz bilan biz. Hammamiz. Kim 50 yil yashadi, kim 60 yil yashadi. Nima qoldirding o'zingdan keyin ummatga? Musulmonlarga, xalqingga nima foydang tegdi? Nima qoldirding desa, o'ylanamiz. Qilganimiz bitta tomu, qilganimiz 4 ta to'y. Shunday emasmi? Puldorlar bor oramizda o'tirgan. O'ylanish kerak. Mana umrdagi barakaga misol. 6 yoki 7 yil yashadi musulmon bo'lib, Allohning arshi titradi vafot etganida. Umrdagi baraka. Abu Bakr Siddiq barakotli, muborak inson edi. Hali bomdod vaqti bo'lmasdan turib, bemor ko'rgani ham ulgudi, janozaga ergashishga ham ulgudi, sadaqa qilishga ham ulgudi. Payg'ambarimiz ana shu so'ragan savoliga kim bemor ko'rdi oranglarda, kim janozaga erishdi, kim sadaqa qildi deb so'raganida Abu Bakr Siddiq men deb javob bergan edi va maqtagan edilar payg'ambarimiz bu sahobasini. Bu ulug' sahoba Abu Bakr Siddiq 2 yildan ko'proq xalifa bo'ldi, musulmonlarga boshliq bo'ldi. Lekin shu 2 yil ichida shuncha ko'p futuhotlar, yaxshiliklarni qo'lga kiritdiki, aqllar lol qoladi. Albatta bu holat Abu Bakr Siddiqqa Alloh tomonidan berilgan baraka edi. Umrdagi baraka. Xulofoi roshidlarning 5-chisi deb sanaladi. Umar ibn Abdul Aziz Ummaviylarning xalifalaridan. Bu inson musulmonlarga xalifa bo'lib, boshliq bo'lib saylandi. Bu inson ham 2 yildan ortiqroq umr ko'rdi, xalifa bo'lganidan keyin. Lekin 2 yillik xalifalik davrida yurgizgan siyosati, olib borgan ishlarini samarasini ko'ringki, davlatda kambag'al odam deyarli qolmadi. 2 yilda bor yo'g'i. Boylar zakotini do'ppisiga solib tillasini, zakotini kambag'alni istashligiga to'g'ri kelar edi. Kambag'al qolmadi. Nima uchun? Baraka bor edi bu odamni davrida va hayotida. Demak, uning davri muborak davr bo'ldi. Rizqdagi barakaga misol. Oysha onamiz roziyallohu anha aytadilarki, Toshshamda biroz arpa bor edi. O'shandan olib, puyib, tegirmonda aylantirib, un qilib, non qilib yer edi. Toshshamda biroz arpa bor edi. Ancha vaqtgacha yeb turdim. Keyin qancha qoldi ekan deb olib tortib ko'rdim. Tortganimdan keyin bir qissa tugab qoldi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borligida qo'yilgan nima edi? Arpa edi-da. Vaqtdagi baraka. Salaflardan biri aytadi. Qur'on tilovat qilardim. Har kunlik Qur'on tilovatimni porasi, hizbi ko'paygan sari vaqtimni ziyodalashayotganligini ko'rdim deydi. Ya'ni bugun bir pora o'qisa, bir poraga yarasha baraka kelgan vaqtiga shunday qilib deydi, bir kunda 10 pora o'qishgacha yetdim deydi. Endi bir kunda 10 pora o'qidimi, 10 poraga yarasha vaqtiga baraka beriladi. Birodarlar, umrdagi barakani Imom Buxoriyning hayotida ko'rmaysizlarmi? 63 yilgina umr ko'rgan. Lekin qoldirib ketgan ilmiy merosini yashab o'tgan davriga bo'lib chiqsangiz,
to'g'ri kelmas ekan 63 yilda inson ulgurmas ekan buncha narsaga. Kami 100 yil yoki 150 yil yashash kerak. Bu odam qachon uxlagan, qachon yegan, qachon safar qilgan degan savol tug'iladi. Imom Shofiy 52 yilgina umr ko'rgan. Lekin 52 yilda qoldirgan ilmini, boyligini, merosini 52 yilga bo'lsangiz to'g'ri kelmas ekan. 200 yil yashash kerak buncha narsaga ulgish uchun. Imom Navaviy 45 yilgina umr ko'rgan. 45 yilda qoldirgan merosini, ilmiy boyligini biz 100 yilda ham o'qib tugata olmayapmiz. Demak, Alloh bu insonlarni umriga, vaqtiga shunday baraka ato qildi. Bu ulug'larimizni hayotiga nazar soladigan bo'lsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? Ularni molida baraka bo'lgan. Ularni vaqtida baraka bo'lgan. Ularni rizqida baraka bo'lgan. Amallarida baraka bo'lgan. Ular muborak insonlar edi, barakali insonlar edi. Tabiiy savol tug'iladi. Ular bu barakaga qanday qilib erishishdi? Nima sababli ularga shunday baraka berildi? Nima qilsak bizda ham shunga o'xshagan baraka bo'ladi? Vaqtimizda, pulimizda, umrimizda, sog'ligimizda, oilamizda. Iymon bilan, taqvo bilan. Ularni iymoni va taqvosiga yarasha Alloh tomonidan baraka berildi. Iymoning va taqvoingga yarasha Allohdan baraka keladi senga. Senga Alloh tomonidan baraka keladi, iymoning va taqvoingga yarasha. Ularning hayoti Alloh taoloning quyidagi oyatini haq ekanligiga dalil bo'ladi. Astagfirullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar deydi Alloh taolo, mana barakani sharti. Mana barakani formulasi. Agar deydi Alloh, qishloq ahllari, shahar ahllari, xullas odamlar iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lar edik. Ularga osmon va yerdan barakotlarni ochib qo'yar edik. Shart iymon va taqvo. Siz bilan menda qaysidir darajada baraka bor. Ammo u barakani qancha ekanligi iymoningizga bog'liq, taqvoingizga bog'liq. Kimni bolasiligingiz, qaysi millatdanligingiz, qaysi makonda va qaysi zamonda yashashligingizga bog'liq emas baraka. Baraka faqatgina iymon va taqvoga bog'liq. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedik. Hammamiz mo'min bo'ldik, alhamdulillah. Bittasi bor shartni. Endi bundan keyin taqvoimiz qolyapti. Kimni taqvosi baland bo'lsa, baraka shunga yarasha kelaveradi. Barakaning ta'rifi. Al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsani ustida ilohiy xayriyat barqaror bo'lishi baraka. Sodda qilib tushuntirganmiz. Nima deymiz? Mana piyola. 50 ta 100 ta olib kelgan suvga 5 yil burun 4 ta qopti. Qolgani yo'q. Sinib ketdi, qo'shni olib chiqib ketib bermay qo'ydi, bir joyga borib qo'yib keldingiz. Demak, shu 4 tasi 5 yildan beri, 10 yildan beri turibdimi? Demak, baraka bor shunda. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi baraka deyiladi. Bir odam kafe quradi, oshxona quradi. Hashamatli qilib, zo'r qilib pardozlaydi. Hamma bir shart-sharoitlarni muhayyo qiladi, ochadi kafeni. Bir odam keladi. Bir odam ko'payadi, keyin 1 yildan keyin qarasang, odam qaytib ketgan. Baraka yo'q. Yana bitta odam yo'lda bo'yida otasidan qolgan eski uyini eplab, ertalabdan nonushta qiladigan joy qilib qo'ygan. Unaqa ko'p pul sarflamagan. O'sha xonalarni eplab, odam ko'payishiga qarab, keyingi xonani qo'shib turib, eski uylarni eplab qo'ygan, klient o'shuncha.
Siz aytasiz, yo'q, uchi haligi kafe ochganlar boshida go'shtni yaxshi soladi, ovqatni zo'r qiladi, o'shuncha odam zo'r ko'p keladi. Keyin masaladan tortishni boshlab ovqati aynigani uchun kelmay qo'yadi. Yo'q, birodarlar. Xuddi o'sha masalada boyagidek qilsa ham odam qaytib ketadi. Agar baraka bo'lmasa o'sha kafeda, oshxonada. Demak, al-barakatu hiya subutul khayril ilahiyyi fi shay. Baraka ilohiy xayriyatning bir narsa ustida sobit bo'lishi. Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatning, ilohiy yaxshilikning barqaror turishi. Olimlardan biri aytadi, baraka kam narsada bo'lsa uni ko'paytirib qo'yadi. Agar ko'p narsada bo'lsa foyda keltiradi. Baraka demak, birodarlar, yaxshilikni ziyoda bo'lishi, unib o'sishi va barqaror bo'lib davomiy bo'lishi. Baraka vaqtga tushsa, uni kengaytiradi. Inson ana shu barakali vaqtida juda ko'p ishlarga ulgaydi. Baraka agar jasadga tushsa, uni quvvatli qilib qo'yadi. Ko'p narsalarga imkoniyati paydo bo'ladi. Baraka farzandlarga tushsa, ular salohiyatli bo'ladi, axloqli bo'ladi, ota-onasiga mehribon bo'ladi. Baraka pulga tushsa, u pulni ko'p narsalarga yetadigan, kifoya qiladigan qilib qo'yadi. Pulni ko'p qilib qo'yadi emas. O'sha ozgina pul barakali bo'lsa, ko'p pul bilan odamlar qilolmayotgan ishga yetadigan bo'lib qoladi. Agar baraka bir odamga tushadigan bo'lsa, Alloh uni barakotli qiladi hamma narsasini. Agar baraka bir kishining ilmiga tushsa, bu ilm uni amalga va qo'rquvga boshlaydi. U barakali ilmdan juda ko'p odamlar foyda oladi. Agar bir banda o'zini hayotida baraka topadigan bo'lsa, vaqt kengayadi, imkoniyatlari ziyodalashadi, hayotda erishadigan muvaffaqiyatlar, natijalari ko'payadi, karomatlar sodir bo'ladi. Baraka topmagan odam ham 80 yil, 90 yil umr ko'rishi mumkin. Ammo u mana shu 80-90 yillik umrida o'zidan keyin biron narsani asarni qoldira olmaydi. O'zi bilan biron narsani olib keta olmaydi ham. Barakasiz odamlar haqida fikr qilib ko'ringlar, birodarlar. Ehtimol qo'lida millionlari bordir. Lekin ana shu millionlari uni saodatli qilmaydi. Aksincha, bebaraka bo'lgan bu millionlar kunduzi uni mehnat mashaqqatga soladi, qayg'u bilan azoblaydi, kechqurun esa o'sha pulni o'ylab, siqilib uxlay olmaydi. O'sha odamlar bor ekan, aytishdi. Uxlay olmas ekan kechqurun. O'zi soppa-sop. Nimaga uxlay olmaydi? Bo'yiga pul uxlatmas ekan. Demak, bu millionlar uni kunduzi mehnat mashaqqat bilan, qayg'u bilan azobga soladi. Tunlar esa hisob-kitob bilan, qo'rquv bilan uyqusini qochiradi. Yana hayotida baraka topmagan bir odam bor, 10 ta bolasi bor. Hayotida ham baraka yo'q, bolalarida ham baraka yo'q. Bu qanaqa bo'ladi? Xayriyat bo'lmaydi. 10 ta bola boqadi, lekin ulardan hech qaysidan bir vafoni ko'rmaydi. Shirin so'zni, mehribonligini eshitmaydi. Pulni ko'pligi, birodarlar, albatta baraka degani emas. Mansabdor bo'lishlik degani albatta baraka degani emas. Farzandlarning ko'pligi albatta baraka degani emas. Oliy ma'lumot, diplom aniq baraka degani emas. Baraka, birodarlar, qalbdagi bir ajib shuur. Inson uni his qiladi. U his uni nafsini poklanishiga, qalbini osoyishta bo'lishiga, hayotini osudaligiga, ko'zlarini quvonchiga, boriga qanoat qilishga hamda Allohning taqdiriga rozi bo'lishga olib boradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayoti barakot, vaqti barakot, so'zlari barakot, borlig'i barakot. Ko'rmaysizmi? Bor yo'g'i 23 yil payg'ambarlik davrida yer yuzidan, birodarlar, shirkni, jaholatni ketkizib, tavhid, axloq va ma'rifatni yoyishga ulgurdilar. Qolgan insonlarga ustozlik qiladigan darajadagi ummatni tarbiya qildilar. 23 yilda. Bular vaqt, umr, tana, da'vat ishlariga berilgan barakaning ko'rinishi edi.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.